Nima uchun imomlarni obro'sizlantirish kerak? Xalq imomlarni yaxshi ko'radi. Imomlar yaxshi ko'rgan odamlarni obro'sizlantirilsa, xalq imomlarni yomon ko'rsa, endi ularga soxta yaxshi ko'riladigan figuralar taqdim qilinadi, oldinga suriladi. Ularni keyin o'zini to'piklarga olib ketadi. Olib ketdi-yu. Imomlarni bir tiyinga olmasdan sallar saroy mullasidan deb qo'liga qurol olib Suriyaga borib nima ishni qildi bolalar? Muammo bo'ldimi? Bo'ldi. Qancha oila parokanda bo'ldi? 16 ta bola dedi. Bitta joydan. Bular dedi ishlagani borgan, o'tdan keyin chegaradan o'tgan. Suriyada bir joyda yig'ilib turganda bitta raketa kelib bang etib urgan, hammasi o'lgan. Keyin ota-ona bilmaydi. Qidirib yurib taliyan bu bolam tirik deb o'ylaydi. Rossiyada bo'lsa kerak deb o'ylaydi. O'sha bolalarni Rossiyaga borib, YouTube'dan Abdulloh Zufarni eshitib, IShIDga borishimiz kerak ekan, musulmonlarga yordam berishimiz kerak ekan degan hissiyotiga aldanib, Turkiyaga borib, Suriyaga o'tib o'lib ketganligiga kim javob beradi? Abdulloh Zufar shundoq maskani o'zgartirdi. Bizni hukumat juda ham ajoyib insonparvarlik ishini qildi. Sen kofirsan, murtadsan, seni qonini to'kamiz degan odamlarni, xotin bola chaqasini olib kelib, hozir joy qilib, uy qilib beryaptilar. Boshini silayapti. Katta bor bu. Sunnat Rasululloh bu. Payg'ambar alayhissalatu vassalom Makka ni fath qilganlarida nima dedilar? İzhabu wa antum tulaqa dedilar. Bu ketaverdi, kechirdilar. Buni oqibatida juda qattiq ularda tashvish bo'lyapti. Biz bularni kofir dedik, o'zi bizni boshimizni silayapti deyapti. Ichkarida meni yaxshi shogirdlarim bor. Bechara kirib qolgan, bizni suhbatni eshitgandan keyin, samimiyatni ko'rgandan keyin, shaxsiy manfaatimiz yo'qligini bilgandan keyin tavba qilganlari bor. Chiqib ketolmaydi lekin. Aytsa o'ldiradi. Mana deyapti. O'sha mehr operatsiyasiga xayrixoh bo'lgan odamni yotqizib qo'yishdi, kalla yo'q. Olib tashlashgan kalla. Abdulloh Zufar xameleon, 200lamachi, qancha odamning qoniga zomin bo'lgan odam endi xatosini tan olmasdan yana o'sha odamlarni Idlibga chaqiryapti. Bu ayollar unga ta'na qilyapti-da, sen aytganing uchun kelgan edik IShIDga. Sen aytgan eding shuga keldi. 2016-yildagi suhbatimni tashlashdi menga. 2016-yilda IShIDni tarafdorlari bunga savol qilgan. Yosh bolalar-da shunga savol qiladi. IShIDni tarafdorlari aytganki, bu shu Jabhatul Nusra, shular bilan urushish ehtimolimiz bo'lyapti. Musulmon-ku, ularni o'ldirsak bo'ladimi desa, fatvo beradi, bo'ladi dedi. Ularni o'ldiraverasan degan. 2016da, 2020da endi jabhaga o'tib olib, IShIDni san xato qilding deydi. Mana bu siyosiy o'yinligini isbotlaridan bittasi. Siyosiy o'yin bu. Siyosiy o'yinning ichidagi odamlar, bular mutlaqo islomning dinini g'amidagi odamlar emas. Millatni qoni bilan ozuqalanadigan odamlar. Qancha qon to'kilsa, qancha parokanda bo'lsa, qancha millat muammoga kirsa, bularning ishi o'nglanadi. O'shaning uchun ogohlantirishimiz kerak.